Bizni Samarqandga qilgan sayohatimizni kech bo'lsa ham ko'rasizlar. Yo'lda jiton qilib o'yinga tushib ketayotgandik. Birdan ko'zimiz Sirdaryoning laqqa baliqlariga tushdi. Nafsimiz chukkillab, sassigan baliqlarni olib yeb ketdik. O'sha Pinterestdagi manzarani yo'lda ko'rib qolib, to'xtab, toza havodan bahra. Hamma Samarqandga Toshkentdan 5 soatda kirib kelsa, biz nimagadir 8 soat yetib bordik. Samarqand bizni shunaqa romantik havo bilan kutib oldi. Mana shu mani joyim keldi. Mehmonxonaga joylashdik-ku, shirinlik. Mana hech qachon qo'yilmaydigan trendimizni olib Registon tomonga yo'l. Skuterchaga o'tirib Registonga kirishimizga mana shu fotografni qarmog'iga ilindik. Aylantirib bizni rasmga oldi. Keyin mana ikkovi so'zini Hurrem Sulton deb his qilib bir chopdi-ya. Mana Registonni go'zalligini 360 gradusda olib berdik. Keyin esa mehmonxonadan narsalarimizni yig'ishtirib, Samarqandli onamlarga mehmonga ketdik. Keyin esa mana shunday go'zal manzarali terrasada obed qildik. Biz-ku mazza qilib o'tirdik, shu bonu quyoshga qarab qoldik. Bechora tishidagi brekit o'ylasimi yo peshonasidagi quyoshni o'ylasimi, shunga bo'ldi-da bu gulli. Keyin esa Boqi shaharga keldik-da, tren tomoqchi bo'ldik. Albatta bu trendimiz ham tug'ildi-yu, bo'g'ildi. Bunga sabab ustozimi tut Tushungan-chunda. Jim bo'lish eshaklar. Mashitda mani joyim keldi. Klubnikalarda qaranglar. Yana bitta ustozimi chiqmaydigan tut trendlaridan bittasi. Estetik videolarimiz bo'lishi uchun kaptarlarni boqib videolar oldik. Bitta savolda nimaga o'sha estetik videolar qo'ymadik? Bu quyosh botishini qaranglar, estetikligini. Keyin esa Samarqandli onajonimizni shunaqa Samarqand toshlari bilan kutib olishdi. Shuning bilan 3 ta daydi to'tining sarguzashtlari tugadi. Keyingilarini kutib olinglar. Bugun sizlarga olgan narsalarimni ko'rsatmoqchiman. Uyim uchun olgan narsalarimni. Mana shu pastellardan boshlaymiz. Bu pastellni farzandlarim uchun oldim. Sizlar 3 ta o'g'lim bor. Uchalasiga bir xilda qilib. Mana shu pastelldan 6 ta oldim. Shunaqa pododyanigi bor. Materiali hibbi, toza hibbidan juda ham menga yoqdi. O'quvchim shug'ullanadi bunaqa ishlar bilan. Bilasizlarmi, shunday onlayn so'rayman nima kerakligini ma'lumotni tashab berishadi. Bozorga borib o'tirgani vaqtim bo'lmaganligi uchun menga shu profildan hamma yoq zakaz berish juda ham oson. Juda ham ko'p narsalar sotishadi bundan tashqari. Mana qizlar bu solingan varianti. Shunaqangi veshilkalar oldim. Padashi zo'r, matlari ham shunaqa. Kiyimi sirpanib tushmaydi. Bunaqangi temirlaridan oldim. Bu nima aytidan nimasini o'tkazadi va yubkalar qistirib qo'ysa juda ham zo'r. Qizlar, bu reklama emas, hammasini pulini berib olaman. Ko'pincha narsalarim odatda unaqa barterga gaplashmayman. To'g'risi yoqtirmayman unaqa men nima deydi, blogerman, barterga bering degani. Simbolim o'zim o'quvchimligi uchun mana sizlarga ham tavsiya qilib reklama qilyapman. Haqiqatda sizlarga ilinganim uchun reklama qilyapman. Qani ko'rsatsam, обязательно so'raysizlar, qayerdan oldingiz, necha pulga oldingiz? Shunaqa savollarga bittada javob berib ketish uchun ko'rsatyapman sizlarga. Qarang, bittasi ham kelmagani qarang. O'tirib biz metta qilib, voy, ana Moxichevar keldi. Aynan sizda. Vohiy, Rosa ishlarim ko'p edi-da, kech qoldim, kechiringlar. Voy, mayli, voy, kiravering, hamma o'sha yerda bo'ptimi? Aynan Voy opa, ay 10 ta qo'lingni og'zingga tiqib olgandan keyin charchaysanmi? To'g'rimi? Mersovaga eshitdingizmi? Yo'q. Kerak bo'lsa uxlamay ishlaydi-da. O'shda. Opa, Orzu mobilograf ham keldi. Voy, Naziropa, siz demisizlar, voy, endi bilasizlarmi? Proyektimcha ko'payib ketdi o'shanga. Mayli. Ha, bo'pti, kiravering. Qara. Kimda proyekt yo'q ekan? Men ham proyektim tiqilyotibdi. Ertalabda kelib o'tiribman-ku. Shuni ayting opa. Qo'liga tayoq bilan kelganini aytmaysiz. Ash tayog'ingni o'rniga to'tadan ko'tarib keling, to'g'rimi? Nima? Pastda. Pas. Hojonam, turishini qarang buni. Yaxshimisiz? Men bilasizlar safardan endi keldim, chaqyapman. Mana chicha turib yotyapman. Mayli, voy, asalim, o'tiring, ha, kiring. Tavba qildim opa. Xuddi biz uchun bir umraga borib yurgandek, to'g'rimi? Voy, qarang opa, umraga borib kelding-a. Hech yo'q, bitta zamzam suv ko'tarib kel, ha? Ha, o'zing uchun bo'lmasa, savob uchun ko'tarib kel. Yaniga bir oy bo'lgan yo'q. Boshingga bitta ro'mol tashab kel. Shuni aytaman-da opa. Qarz o'zida mashalloh deydi. Astag'firulloh deysiz-da. Hozir ketyapman. Borib kelay. Tavba qildim. O'zingni bil. Ro'mol o'rab olib, astag'firulloh deb hamma o'tgan ketganda suviga ham pomada g'aj bo'lding. G'iybat. Voy, charchab ketdim. Qora qo'yda ko'rib turganlaringdek quyosh, lekin qor bor. Qor bor, oz bo'lsa ham. Hozir obed qilamiz. Ko'mir topdik, shashlikni yeb. Xudo xolasa keyin tepaga
qor o'ynagani katopga chiqamiz xudo xolasa. Hop, kelmoqchi bo'lganlar uchun maslahat bermoqchiman. Ko'pchilikda havasi kelib so'rayapti narxlarini. Narxlari bir sutkasi $180. O'sha tepadagi lyuks kottejlar. Jidcha sovuq qizlar. Yosh bolalilar uchun tavsiya qilmayman kelishdi, chunki hozir mana havosi rosa yaxshi, issiq, lekin kechqurun vashshe sovib ketar ekan, muzlab ketar ekan. Bitta o'sha pechkasi bor ekan, gazda yonadigan, ikkita elektr pechkasi bor ekan. Bo'ldimi, oldingizmi? Ikkita elektr pechkasi bor ekan, ularda ham kuchi yetmas ekan. Kechqurun muzlatib yuborar ekan. Unaqa to'kilib pol, unaqa narsalar yo'q. Xullas, qishda yosh bolalilarga tavsiya qilmayman. Yosh kattalar kelsa bo'ladi, endi u qadar ham sovib ketmaydi. Chidasa bo'lar, o'ranib uxlasa bo'ladi. Bolalarim o'ranib uxlashdi yaxshi. Xudoga shukr. Lekin yosh bolalar kasal qilib qo'yasizlar bolalaringni. Kirishing bilan anu dasturxonga nakasdek tashamagin, ha? Sudralma bo'l. Yur tez, oldimga tush. Mencha tez ketyapsan, mendan oldida, onada oldida nima bor? Orqaga o't. Mana aqqa tezda bo'l, tezroq bo'l, yonimda yur. Voy, shu remontingiz 5 yil remont qildingiz, ha? Noldan yer olib turib imorat savorsa bo'lardi-ya. Oling, oppa, oling choydan. Voy, 2 oy ishladi xolos, oppa. Voy, qo'ying, bola. Ha, biz uyimizda birov taxta siqori yemaydi. Biz pesechni pechoni yeymiz. O'sim, ustingizdagi kiyim bilan uni qilib ketibdi. O'zi ahvolingiz yaxshimi? Ahvolim yaxshi bas. Bo'ynim og'riyapti. Mullakiz 450 grammli tilla olib keluvdi. O'shani taqib bo'ynim og'rib qoldi. Endi mayka ham taqib kelmoqchi edi. Siz insulin olmang dedimda. Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Voy, opa, meni ham ahvolim yaxshi emas. Ha? Kecha mullakiz mana shu qo'llarimga 500 grammdan tilla bilagiga olib kelib taqib qo'ydi. Taqib qo'llarim og'rib ketdi, ishonasizmi? Ha? Ram yedin ey nakas. Voy, opa. Ay, dasturxonni rasvo qilding, bular. Qo'ying. Yedin yonini taxta pecheriysini nakas. Voy, yuragim. Voy, men uni unqib ketgandi-ya. Buxori to'kilgandi-ya. Milad Xalidan qaysi gilonda oldiribdi u nakas? O'zi aybdorsan. O'sha o'rtag'ingni uyingga, eringni peshonasiga oborib, mana o'zingga qilib olding. Qatdan bila ilashib olishini. Qaysi gilondan oldiribdi? Hozir ko'rsataman. Qarang, Eron Turkiya opa. 8 xonaga soldiribdi. 8 xona? 8 xona? Sen 2 xona eski payroqda uyda o'tiribsan, yo'lla baq. Eronda gilomidani? Sen qatdan bilasan? Sen sotgansan gilonni. Ben sotuvchiman, opa. Nima bo'pti? Birovni eriga sotaverasanmi, kasal? Yo'q, men sotmagan, opa, To'raxon sotgan. To'raxon! Make. Sen ko'rsatasan bizga Eronda gilomini. Ana shu, opa, Eronda eng zo'r model gilomi. Bizga shundan 3 ta ura berasan. Opa, pulimiz yo'q. Eringni kartasini olib oldim senga. Olganmisan? Tamam. Nima qo'rqasan? 5 ta ura berasan. Voy, megajini yurardi kelganda bunni o'qib. Sarvini. Nima? Yo'q, nima bu qiz kim bo'ladi o'zi? Ha, bu bir mahallar mana uni o'rtog'i edi-da. Hozir kundoshi papaga o'rgilib. Senga nima? Bo'lgan meni taxla. O'tiribsizdan ustida. Tar, dastavka qilib berasan, ha? Ha. Biz ana megajinni sochini yulamiz hozir bittalab borib. Allo, Sarvinoz, so'rama, qoch!